Salam tordaşlar, həmmənlə Cəvat Gülden güzel bolsun. Mən Şayalıq dostlarla Aygülden, həmmənlə mehrim bil otuq. Salamlarım yasınız tordaşlarım. Bu filmimni seyirib atmay, bir tal jürgümden aymay besip, alt rəqəmini yollab, yürək besip, qollab qoyuşunlarını çin jürgümden ümid qılmayız tordaşlar. Hazır şu tor yüzüge, ekran yüzüge çıxmağı xeyli uzun bo'lib qoldi. Nurg'un finsallar tilfi urdinglar. Xanım yine ağrıp kaldı mı? Yürek kesellikleri yine kozgulup kaldı mı? Demişler telefon qilgan, men ko'ngil bo'lgan, men kuyungan tordaşlar bek ko'p bo'ldinglar. Meni izchilmish tor dunyosida ko'radigan nurg'un, meni yaxshi ko'radigan nurg'un xalq bor ekan. Meni yaxshi ko'rgan xalqlarga ko'pdan ko'p minnatdorligimni bildiraman, rahmat. Men shunchalik yaxshi ko'rgansizlar tordaşlar. Men tor yuzga yolg'onchilik bilan chiqmayman. Bani bor deb chiqaman, amaliyatini so'zlayman, yolg'onni rostga qatmayman. Aşu gapni uchuq, aşu oshkora, aşu beshimdan o'tganni rostni rost deb chiqaman tordaşlar. 2023 birinchi oyning 10 kuni yurakning ikki tal tomirini Urumchi doktorxonada ochtirgandim. Uningdan keyin yana yurak qo'zg'alib, yana og'rib qolib, nurg'un mahsulotlarni ichgan bo'ldim. Eng oxirida shu Xotandagi, shu Abdulla Mahmud ustamniki, shu Atachi markasidagi mahsulotini iste'mol qilib, endi yurak nihoyatda yaxshi bo'ldi. Cho'ng yuqori doktorxonaga berib tekshirsamma, sen yurakni iste'mol qilding, yuraging shunchalik yaxshi bo'lib ketibdi deb, shundaq diagnozni qo'yganligi uchun, bani deb tor dunyosiga chiqqanligim uchun meni hozir qadar o'zim unumini ko'rdim. Qalqansimon baz o'sma bo'lib qilib, buningda saqaydim. Yeni birsiga mush qalqansimon baz 4A bo'lgan, shundaq bir kucha so'xodin bir qiz bola 31 yosh shayog'i kip turib, meni yuzturan ko'rib turib 4A mush qiz bola 3 basqush mahsulot ichib tashuvgandan keyin 4 kuchib, uningdan keyin yeni elib ichib Shanxayga berib tashutganda birga tushgan tordaşlar. Men hozir tunigun tashirish natijasini yo'llabdim. Men sizlarga eng oxirida mash filmning kayniga qistirib yo'llab qo'yman degan gaplardan tortib. Shunga meni mash izchil tor dunyosida ko'rayotgan tordoshlar bo'lib qolib qolsanglar, mush qalqansimon baz o'sma bo'lib qilib, mushunga qarta yaxshi mahsulot topolmayotgan tordoshlar bo'lib qolsa, ikkilanmay mushu Abdulla Mahmud ustamniki Xotandagi dаңлық tibobat ustozi, mudir vrach, yana professor olim darajada ekan bu dadimiz. Abdulla Mahmud ustamning Atachi markasidagi mahsulotini iste'mol qilib beqishinglarni chin yuragimdan tavsiya qilaman. Hozir qish qurinsoq, nihoyatda kun baktiz kashf ketgan tordaşlar. Shaya noisiga mush Atachi sog'lomlik do'konini ochdim dedim. O'zim saqayganligim uchun buni sog'lomlikni shayaga ochgan bo'ldim. Men doktor emas, lekin inson kasalni ko'p tassa doktor bo'lib qoladi ekan deb mushunda so'zlab chiqyapman. Sizlarga ko'rayotganinglardek tordaşlar. Mushu kaynimdagi shu jingban bo'lgan, shu har xil kirlik meni. Ko'rayotganinglardek uxlash kiyimi deymiz. Shu bo'chang yop qo'y, safa yop qo'y. Mushundaq mahsulotlarni asli o'zimning kasbiy tordaşlar meni mushundaq mahsulot sotaman. Mana har xil bo'lgan badal lungillari, chash lungillari, mayli mana shu bo'changning bo'lamdi, qo'sh kishlik karvatning yurishligi bo'lamdi. Mushundaq mahsulotni sotaman. Men mahsulot sotmasamma tordaşlar, men ya bir xalqni oldimayman. Amaliy do'koningiz bormi degan tordaşlar meni amaliy do'kon ochqili shayanaysiga 4 oy bo'lib qoldi. Buningdan burun mush kirliklarni to'ychaylik mashina sotdim tordaşlar. Uningdan keyin yurakninki 2 tal tumirni operatsiya qilish sababi bilan tijoratdan qilib qoldim. Tor dunyosiga yuzlanib torda sotgan bo'ldim. Mashinamni hobishanda sotgan bo'ldim. Bu jarayonda hech kimga bu turmush oson emas. Menga ham shundaq bir balam bilan nurg'un qiyinchiliklarni tatib bugun kunga mush kun ulashib turibdim ko'rayotganingdek. O'zim yaxshi bo'lganligim uchun qo'limdan kelishicha nurg'un xalqqa yaxshilik qildim. Menga nurg'un odamlar yaxshilik qilgan bo'ldi. Tordaşlar ko'rayotganingdek. O'zim Abdulla Mahmud ustamniki mahsulotida 100% yaxshi bo'lganligim uchun Shaya noisiga shu Atachi sog'lomlik mahsulotini ochdim dedim. Do'konimning cho'ngligi 125 ping umum ping soni. Yaxshi bo'lganligim uchun meni mana ko'rayotganingdek bu do'konimningki yerimida shu burunqi o'z kasbim bo'lgan shu kirlik sijanto, sanjanto, safa yapqish, bo'chang yapqish shunday mahsulotlar bor. Uningdan keyin shu ko'rayotganingdek Abdulla Mahmud ustamniki shu Atachi sog'lomlik mahsuloti bor bu do'konda. Shunday ikki xil mahsulotni bir qilib sotqashqa Atachi mahsulotini sotdi ekanman. Atachi mahsulotini sotsam bo'chang yapqish bormi, uxlash kiyimlari bormi deb men o'zim bir odam shunga tijoratimga yetish bo'lmaslik sababidan tor yuziga, ekran yuziga chiqib bo'lmadim tordaşlar. Sizlarga yaxshi mahsulotni tuyjan qilmasamma, mush qiz bola shayanaysi do'kon ichibdi deb do'konimga kelib, mal elib, to'yliq mal bo'lsin. Epchi ketib barsizlar, shunchalik xush bo'ldim, minnatdor bo'ldim.
Mushundaq ikki xil mahsulotni bir qilib sotqachqa to'rdoshlar bak charchidim, bak hodim. To'r dunyosiga ovozli so'zlab chiqib bo'lmadim. Otachini satsam kirlik tug'an, kirlik biramini satsam otachini mahsuloti tug'an. Uning ustiga buni bir o'zimning vujudidagini sotmayman. Shinjongning butun Nay viloyat shahar yezilirg'ichilik. Mayli mash otachini yurak foyda qiladigan qizil gulqand bo'lamdi. Mashu otachiniki oliylash tug'an evrishim bo'lamdi. Mashu qalqansimon baz o'smik qarta bo'lamdi. Mu Shinjongning har qaysi Nay viloyat yez shaharlarga sog'an, iste'mol qilgan bemorlarningki, to'rdoshlarininki inkaslar shunchalik yaxshi. Mushu Xotanga basanglar Abdullah Mahmud ustamninki qo'rov joyiga berib olsanglar bo'ladi deb so'zlayapman. Ashaga bordiganga sharoitingni yo'q to'rdoshlar. Telefon nomerim 150 99 29 79 79. Mush telefon bilan aloqa qilish orqali mushu o'zinglarninki badanda tekshirgan diagnoz qog'ozinglarni yo'llab bersanglar, men ashni Xotanga yo'llash orqali Aşı yuyancanlıdan mesele soraş arkalık kesinliğe karta aşılar kandak mesele to'qib qalsa şu holatda sepirvatman Şinjanning har qaysi joylardan iste'mol qilgan to'rdoshlarning inkaslar nayt yaxshi bo'lyapti, foyda qildi Aygul xonim. Mana shu o'tirliq dedim siz bo'lib ketganlar rahmat ukam deb shuna inkas beradigan to'rdoshlar nayt ko'p. Shu sababdan ehro yuziga chiqib olmadim. O'zim yolg'iz bir odam bo'lganligim uchun Eli pochta verib mal saldı ekanman, eli do'konda sotadi ekanman, eli to'yliqchilik sotadi ekanman. Do'konga kelgan xaridorlarga endi shunchalik saqlab o'ltirib tursizlar. Mayli otachini sotqichi o'ltirib turinglar, mayli otachini og'ini kirgan xaridorlar olib qo'yib qolsa, mana shu kirlik sotqichilik o'ltirib tursizlar. Mayli bo'chang yopish ulamdi, safa yopish ulamdi, mushni setib o'g'chilik qarab o'ltirib tursizlar to'rdoshlar. Buni setib olgandan keyin otachini oldiganlar kirib qolib qolsa, otachini sotgan bo'ldim. Mana shundoq menden maşındaq jingban bo'lgan, maşındaq kirlik setib olsa quldi. Jingban bo'lgan, maşındaq mallarni setib olsa quldi, safa yopish ehtiyojimiz bor deydigan to'rdoshlar. Do'koningizning o'rni qayerda deb so'ragan to'rdoshlar. Do'konning o'rni Yingshan Shayada, Yingshan Shayaning qarshi tarafida Bixay o'ltiraq rayonining ostida to'rdoshlar. Mushundaq sil ishgan mahsulotdan bizim ichib baqsa xo'pdika, bizning yurakda masala bordi, ukam deydigan to'rdoshlar o'qib qolsa, shu Abdullah Mahmud ustamniki o'zining retseptida ishlab chiqargan Atachi markasidagi mahsulotni elib iste'mol qilib beqishinglarni chin yuragimdan tavsiya qilaman. O'zim saqayganligim uchun, o'zim bir bemor bo'lib, kasal bo'lib saqayganligim uchun sizlar xalqimga to'xtamay tavsiya qilaman to'rdoshlar. Men yaxshi qilgan. Ama ürümcü teşhüsüm tüt deb chiqib olgan mo'nashib oldi. U yerda operatsiya qilsam qat'iyan operatsiya qilmay yenib kelgan. Undan keyin shu sil bilan to'yimda to'nishib jolishib, shu sillardan doğru yeb, doğru üzmay yegandim. 4-oyda teşhüsüm yo'qga sen nemidan doğru yedim deb boshladi, doğru yedim deb boshladim. Yo'qga doğru foyda chiqdi deb boshlagan. Ondan keyin yana teşhüs qilmay bugun teşhüsga kelgandim, kelsam yana yo'q deb chiqdi. Bu gelimdan deb chiqqan u yo'qlam yo'qolib ketdi. Shunga bir ko'rishib boqay. Ya endi qaytadan ya o'rimchi ko'rib teşhüs qilmayman. Yemishlardan ishana teşhüs qilishdan o'xshash chiqarmi deb shu gap qilishibdi. Teshla o'zingiz yaxshimi? Bu hozir shu butun undan 5 debdi. Yo'q deyarlikka hozir shu. Kuchaning teşhüs o'rimchi bilan o'xshash chiqdi. Men shu o'rimchida mana shu kuchada teşhüssem o'rimchi o'sib ketsa doktorxonada natija o'xshash chiqqan. Şu oyatım teşhüs chiqib qarsam aşağıda doktorum yo'qga nemidan doğru yegandim sen foyda qilib deb ashkini qildi. Chiqsam yenimizda bir 2-3 qiz bola nemiganlar, qanday doğru yeganlar, bizga bir bergan bo'lsa, biz bir ashnim qilgan bo'lsak, aloqalashib ashni biz yegan bo'lsak deb abinat shu biz mening degan to'q. Oyatimiz telefon nomerlarini esalniki, andan keyin o'sha maqomni ko'rsatib, maqomni javob menas qildi. Telefon qilib adni qilib qolsa, abi doğru bir narsa yetkazib beraman dedi. Aşağıda o'xshash chiqib ketgan mayli degan bir qo'shib ketdi. Şu an işkence takımda teşhüsümde men işkence navbat açtıq yo'q chiqibdi bo'lmasa. Qaraq 2 yerda teşhüsüz, 2 yerda teşhüsdan keyin natijani 2 yerda yo'q chiqmagan natija bilan kuchaning teşhüsü degan o'rimchi Abdumran bilan o'xshash chiqibdi shu kuchaning natijasi. Ammo ba'zan og'rib qolsam Shayana doktorxona teşhüsme, kuchaning doktorxona teşhüsme, A darajalik doktorxona deb Abdumran bilan teşhüs o'xshash deb. Bo'pti, men tavsiya qilib qo'yibsiz haqqa. Olmay deb qo'yib qolsa, sepirma, yetkazib Men hozir 2-oyning 1-isida shu siz borgan Shanxayga bilet oldim hozir shu Shanxayga berib teşhüs kelay deb turibdi o'zimni. Şu tavsiya qilib qo'ydim. Endi ashlim ashtaq kasaldan pek xoli bo'lib qolamdi. Har qatim teşhüsga har qatim ashurimiz olib kirdi. Bu teşhüs natijasini olsak deb ashtaq dedim. Men ashtaq nim tunchum bordi, to'g'ri tamamlaydi. Ular shu xotanda akildi, u to'g'ri. O'zininki ayrim asha setish do'koni bor, maxsus deb asha desam. Bizga bir nomerni topasiz deb aytdim nomerlarni. Hani bo'lmasa shu Abdullah Mahmud ustamniki Atachininki mahsulotini yeb, 4 odin hozir yo'q degan holatga tushibsiz. Men shuncha xush bo'ldim. Endi bir saqib qolamanmiki deb kasal